O'zbekistonning eng ulug'vor masjidlari, tarix va go'zallik uyg'unligi. Assalomu alaykum, hurmatli tarix ixlosmandlari, sayohatchilar, musulmonlar, talabalar va madaniyatshunoslar. O'zbekistonning eng katta va ulug'vor masjidlari bilan tanishishga tayyormisiz? Ushbu qisqa videoda sizni hayratga soladigan ma'lumotlar kutmoqda. Buxorodagi Minora-i Kalon masjidi nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi eng katta masjidlardan biridir. Uning ulkanligi va me'moriy go'zalligi har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Masjid bir vaqtning o'zida minglab namozxonlarni sig'dira oladi. Uning ichki va tashqi bezaklari islom san'atining ajoyib namunalaridir. Masjid Buxoro shahrining markazida joylashgan bo'lib, unga tashrif buyurish juda oson. Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasi ham O'zbekistonning eng katta va muhim diniy markazlaridan biridir. Bu yerda bir nechta masjidlar, madrasalar va kutubxonalar joylashgan. Majmua hududida joylashgan masjidlar minglab namozxonlarni qabul qila oladi. Hazrati Imom majmuasi islom madaniyati va ilmining markazi sifatida tanilgan. Majmua Toshkent shahrining eski qismida joylashgan. Samarqanddagi Jome masjidi ham o'zining ulkanligi va tarixiy ahamiyati bilan ajralib turadi. U Amir Temur davrida qurilgan bo'lib, o'zining me'moriy uslubi bilan mashhur. Masjidning ichki qismi naqshlar va bezaklar bilan bezatilgan. Jome masjidi Samarqandning diqqatga sazovor joylaridan biri hisoblanadi. Masjid Samarqand shahrining markazida joylashgan. Ushbu masjidlar O'zbekistonning boy madaniy merosining bir qismidir. Ularga tashrif buyurib, islom me'morchiligining go'zalligidan bahramand bo'ling. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va